Hurmatli aziz ota-onalar, men o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Yulduz Mavlanova bilan podkast qilganimizdan keyin juda ko'p odzivlarni eshitdim. Shunaqa so'zlarni поддержка qilib ketgan so'zlaringlarni eshitdim. Haliyam o'qib chiqyapman. Честно, это настолько бесценно для меня. Я вам от души благодарна. Настолько такие добрые люди, оказывается, у меня столько таких подписчиков много. Shu bemorlarimiz, bizani klinikamizda именно mikrotokli refleksoterapiyaga qatnagan bemorlarimiz juda ko'p ekan. Ularda juda yaxshi o'zgarish bo'lganini o'qib chiqib, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Kattakon rahmat. Ilohim, Alloh shifo bersin bolalaringizga, bolalaringiz sog'ayib ketsin. Biz ham sababchimiz. Bu hammasi Allohdan. Faqat ikkita ona menga Instagramga shunaqa отзыв yozishdi, что mikrotokli refleksoterapiya olib, ularda o'zgarish bo'lmadi. Ular o'zgarishni sezishmadi. Именно shunaqa onalar va otalar bor bo'lsa, iltimos menga yozinglar. Men har bitta bemorim bilan, har bittangiz bilan konsultatsiya qilib beraman. Konsilyum doktorlarimiz bilan qilib beraman. Bolangizni o'rganib chiqamiz, hamma analizlarni tekshirib, nimaga bolangizda o'zgarish bo'lmagan yoki bola qo'zg'algan bo'lsa, shuni o'rganib chiqamiz. Men konsultatsiyada har doim onalarga va otalarga tushuntirib beraman. 3 ta narsani iltimos qilaman. 3 ta narsani qilib berishsa, biz kelishib ishlasak, o'shanda bolada juda yaxshi o'zgarish seziladi, ko'rinadi, bolaga osonroq bo'ladi. Birinchisi bu telefon, iPad, planshet, televizorlarni maksimal darajada boladan olib tashlash kerak. Ikkinchisi bu rejimini to'g'irlash kerak. Bola kech yotish kerak emas. 11, 12, 1, 2 larda bola yotsa hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. В ближайшее время bola umuman gapirib ketmaydi. Uchinchisi bu diyetaga o'tkazish kerak. Men bilaman qanday qiyin. Men o'zim bilaman. Meni bolalarimda gluten, laktoza, men o'zim ham gluten, laktozani hazm qila olmayman. Shirinliklarni cheklashtirish kerak. Shuni tushuntirib beraman. Shu 3 ta narsani qilib berishsa, biz kelishib ishlashimiz kerak. O'shanda bolada juda zo'r o'zgarish seziladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kursdan keyin mana shu rezultatlar bilinadi, seziladi. Endi hozir mana shu videomni kim ko'rayotgan bo'lsa, именно mikrotokli refleksoterapiyaga qatnagan bemorlarimiz bo'lsa, именно rezultatlarni ko'rmagan bo'lsa, meni konsultatsiyamga yozilinglar.